meni gapim esinglarda bo'lsin, otanglar o'tgan kuni dunyoning eng katta fitnalari boshinglarga keladi, sizlarni hech kim himoya qila olmaydi. Shunda otanglar qanaqa kerakli odamligini bilasizlar. Ustoz Sherali Hoji Jo'rayevni farzandlari Botirjon Qodirovni bir huzurimizga shu yerga taklif qilsak-da, bir duo qilsak, mana shu otalarini Sherali Hoji Jo'rayevni mana ot o'rnini toy bosadi deb. Undan keyingichi 3 ta qizlar. Hojixon bilan Zohir Shohdan boshqa menda o'g'il yo'q boshqa birodarlar. Hamma menga o'xshaydiganlar birodiki u. Bizda shu 2 ta o'g'il bor xolos. Alloh bergan shu birodarlar. Pishirgan ovqat issiq sovuq ovqati hammasini qadashgan 85-86-yilgacha. Keyin tog'amni aytgan to'yga dedi. Qo'ysang sen qolib deysan. Ko'zlarini oldi katta bo'ldi-yu. Farzandlar yo'q edi. Shular mana o'ynab o'tirardi bolalar. Yana bir haromi bolani yetalab yurar ekan, Sheralining o'g'li deb pul qilar ekan, yetalab bobo. Meni o'g'lim 40 ga kirganimda o'g'il ko'rganman, Shohjahon. Birinchi ko'rgan farzandim shu. Undan avval men farzand ko'rmaganman, o birodarga ochiq aytaman, Allohning oldida aytyapman bu gapni. O'tib ketgan insonchi. O'lganlarni g'iybat qilib qo'ysakchi. Ulardan borib rozilik so'ra olmaymiz? Yo'q. Qiyomatni kutadi. Mana deydi, bu g'iybat qildi-ku deydi. Ulamolarning ishtirokida shu narsani aytib bizlarning ruhlarimizni ham g'izolanishiga sabab bo'ldilar. Bu ukamizni haqlarida bir yaxshi duo qilib bersalar degan umid. Ijodlariga barakot bersin. O'tgan qiblagohlari, o'tgan volidai sharifalarni bugungi xursandchiliklar, bu duolar bilan ilohim ruhlarini shod aylasin. Aytib, g'azallarni aytib, hammani qalbidan joy olib yurishlarini Alloh nasib qilsin. San'atda bo'lsin, ilmda bo'lsin, hammaga namuna bo'ladigan avlodlar chiqishligini Alloh nasib qilsin. Asakaliklar ekanmiz. Men ham, Botirjon ham, Avazbo'g'im ham hammamiz asakalik ekanmiz. Mikrofonni Alloh taolo hammalarimizni. Bundan 43 yil oldin Tojikistonda Dushanbe shahrida tug'ilganman. Lekin yolg'ondan bir narsaga guvohlikda bo'lishlik, guvohlikda o'tishlik. Buni ulamolarimiz tuadilu shirk deganlar. Bu shirkka teng. Aynan Payg'ambar alayhissalatu vasallam bir hadis shariflarda katta gunohlardan ogohlantirar ekanlar. Ash-shirku billah. Eng katta buyuk gunohlardan bu nimadir? Allohga shirk keltirish. Undan keyinchi va uququl validayn, ota-onaga oq bo'lishlik, va qatlun nafsi va bir nafsni o'ldirishlik, birini joniga qasd qilishlik. Endi mana va qawlu zur, yolg'on guvohlik berishlik. Yolg'ondan mana shu moli dunyoni deb turib qarang, yolg'on o'sha hujjatlar to'g'rilab sudga berib qilgan namozi qabulmi deysiz? Ularning duosi ham qabul bo'lmaydi. Sayragan qush suzmasmi ota, birazamning ostida tongda sayragan qush suzmasmi ota, yo sonimga ko'klam mozorda yopishgan gul suzmasmi ota, yo sonimga ko'klam mozorda yopishgan gul suzmasmi ota. Ne yildirki dunyoda yo'qsiz, yuragimga bitgan armonsiz. Erkak kishi farzand ko'rdimi, bu uni farzandi. Uni tan olish kerak. Farzandni tan olmaslik bu nomardning ishi. O'rtamdagi munosabatimni o'zim gaplashib olaman qiyomatda. To'g'ri, ularga alam qilayotgan bo'lishi mumkin, lekin u meni otam bilan otamdan so'rab olishga meni ham haqqim bor. Ularning qanaqa haqqi bo'lsa. Men katta o'g'ilman. Ular meni sen otamni shuna deding degan bo'lsa, men o'zimni otamni gapirdim. Shuna deding degan bo'lsa, men o'zimni otamni gapirdim. Haqni gapiryapman deb gapirsa oq bo'lib qoladi shu farzand. Imom Shofiydan so'rashgan ekan, farzand ota bilan haligi bir mana shu haq borasida bir haq talashib qolsa bo'ladimi desa, hatto otani kovush bilan ham haq talash bo'lmaydi deganlar. O'zi yoqda tursin, hatto oyoqda yurgan kovush bilan ham haq talash bo'lmaydi otaniki bo'lganligi uchun deganlar. Ota narsa meros uchun bo'lyapti. Haqni gapiryapman deb gapirsa oq bo'lib qoladi shu farzand. Shuna deding degan bo'lsa, men o'zimni otamni gapirdim. Hechkim haqqim bor. Ka'bani eshigini ochtirib kirib, to'ro tomoniga qarab 20 rakatdan
80 rakat namoz o'qisa kechirilmaydi g'iybat qilgan odamni. 7 marta bas, 7000 marta Ka'bani tavof qilsin, g'iybatchini g'iybatlari kechirilmaydi. Men sizni g'iybat qilgan bo'lsam, to oldingizga borib, sizdan kechirim so'ramagunimgacha kechirilmaydi. 30 pora Qur'onni 100 marta xatm qilib, kechirilmaydi bu narsa. Odamlarda orasidagi haqlarni Alloh kechirmaydi. Qachon o'sha odamni rozi qilamiz, keyin kechiriladi. narsa meros uchun bo'lyapti. Men Allohdan qo'rqaman. Qiyomat kunida javobgarlikni hissi menda bor. Men musulmonman. Men ham namoz o'qiyman. Bilib turib yolg'on gapirmayman. Men xoin emasman. Otam diye yelkab o'g'limning ko'taraman o'zim ko'nglimni. Otam diye yelkab o'g'limning ko'taraman o'zim ko'nglimni. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Bu video barcha tarmoqlarda yurishi uchun aynan YouTube formatida emas, mana shunaqa tikka Instagram, Facebook formatida o'ylayapman. O'ylaymanki, videoni dakancha ko'rib, hamma o'z aql farosatini ishlatib, to'g'ri xulosa keladi degan umiddaman. Zeroki biz musulmonlar aynan qiyomat kuniga ishonganmiz va Qur'on, oyat, hadislarni birinchi o'ringa qo'yamiz. Har bitta boshida salla bor, jag'ida soqoli bor. Unga ko'r-ko'rona ergashishni din tavsiya qilmagan. Na payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam, na boshqalar tavsiya etishmagan. Bu haqida kerak bo'lsa ko'p o'zimizda ham mana shu Shukrullo domla yoki Fozil qori ko'plari aytgan. Qaytarib o'tyapman men barcha domlalarga xusumatim yo'q. Lekin islom dinida aqlni yuritish, tafakkurlash haqida Qur'onda ham, hadislarda ham juda ko'p zikr etilgan va shuning uchun men sizlarga hozir xajabi ba'zi bir oyatlarni, keyin mana bu majlisda o'tirgan munofiqlar qaytarib o'tyapman. Nuriddin domla munofiq boshchiligidagi aynan mana shu majlisda o'tirib Sheljo'rayevga tuhmat qilgan odamlarga gapirishdan oldin boshidan yana Qur'on oyatiga qaytaylik. Boshqa oyatlarda esa Alloh taolo aqlni ishlatmaydiganlarni aybladi. Allohning huzurida jonzotlarning eng yomoni albatta karo soqov, aql yuritmaydiganlar. Anfal surasi 22-oyat. Yoki ularni ko'plari tinglar olurlar yoki aql yurita olurlar deb hisoblaysanmi? Ular chorva kabilardir. Xolos. Balki ular yana ham yo'ldan adashganroqdirlar. Furqon surasi 44-oyat. Qur'oni Karimda aqlga taalluqli so'zlar 50 marta ishlatilgan, aql egalari degan jumla esa 10 martadan ko'proq ishlatilgan. Shuning uchun o'zi ham Qur'on aqlga katta e'tibor berganing dalilidir. Aqlning ulkan ne'mati ekanligi shunday bayon qiladi. Bunda albatta aql yurituvchi qavmlar uchun oyat belgi bordir. Ra'd surasi 4-oyat. Xullas, nega men aynan bu domlalarga senlar munofiq deyapman? Bir boshdan endi sizlarga aynan Qur'on, oyat, hadislar bilan aytay. Birinchisi, o'rtada o'tirgan Abdulaziz Mansur Qur'on tarjimasini qilgan. Mana uyimda ham adashmasam 2008-yillardan beri shu insonning Qur'on tarjimasi bor. Lekin eng ta'jablanisi, mana shu majlisda o'tirib, Sherali Hoji Jo'rayevni farzandlari Botirjon Qodirovni aytganingizdek, Sherali Jo'rayevni o'g'li deb e'lon qilishyapti. Muftiy hazratlari aynan o'lgan otasi deb duo qilyapti va asakalik deyapti. Qur'onni tarjimasini sun'iy intellektdan eplay oladi. Hayotini ustidan har bittasidan tafakkurlash kerak. Bu haqida Alloh bizga ko'p eslatgan. Hadislarda bu haqida ko'p aytilgan. Va lekin bizni afsuski mana shu turda yoki mana bu ko'rayotganingizdek qulluq qilayotgan Abror Muxtor Ali kabilar nomard dedi, boshqa dedi. Botirning yolg'onlari sabab mana shuncha Sherali Jo'rayevga haqoratlar yog'ildi. Boshida Qur'on oyatini ko'rsatayotganimdek, kar soqovlarni Alloh o'zi yomon ko'raman degan, ya'niki eshitib turib gapirmaydigan, lekin nahiy munkar, amri ma'ruf, nahiy munkar, yaxshilikka chaqirib, yomonlikdan qaytarish bu farz, 40 ta farzning ichiga kiradi. Shuning uchun bu munofiq to'da emas, munofiq to'da deyapman. Negaki bular aql farosatni ishlatish, ba'zi bir ulamolar farz degan, ba'zi birlari vojib degan, farz vojibni tark etyapti. Aql farosatini ishlatmayapti. Imom Shofiyni gaplariga hatto qarshi boryapti bular. Ana endi bular mujtahid mutlaq bo'lgan Imom Shofiy bormi yoki payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam
aytgan gaplariki, musulmon o'sha kishiki o'ziga ravo ko'rgan narsani boshqaga ham ravo ko'radi degan gaplari bor. Shuning uchun sizlarga savol, janob munofiqlar. Mana shu Sherali Jo'rayevni tirikligida xuddi shunaqa duo bera olardilaringmi? Mana shu Sherali Jo'rayevni o'zi qiyomatda senlardan so'rasa nima deb javob berasanlar? Mana shu tirik bo'lib turgan Sherali Jo'rayevning 5 ta farzandi, ahli ayoli, umuman qavmi qarindoshi va millionlagan muxlislari qiyomat kunida sen munofiq to'dalarni yoqasidan ushlasa, senlar aynan mana shu hech bo'lmasa oilasini, farzandlarini, qalbini o'yladilaringmi yo yo'qmi munofiqlar? Aytinglar faqat. Senlarga bo'yningga vojib bo'lyapti. Nuriddin domla bormi? Baringni musulmon ekanligingga menga hujjat keltirib beringlar qani. Nimaga sizlar Qur'on, oyat, hadislarga qarshi ish tutyapsizlar? Nimaga sizlar o'lik tan olmagan o'likka tuhmatlar yog'dingizlar? Nimaga butun ommani aldagan Botir Qodirov mana hatto metrikasini o'zi yo'qotib, negaki u yerda Qodirov Sherali yozdirilgan otalik bandida. Shuning uchun sen munofiq to'dalarga Sherali Jo'rayev yaxshi tilida meni bolam emas deb to'g'risini gapirdi. Sen munofiqlar agar vijdoning bo'lsa, qiyomat kunida ko'ryapsanmi, mana shu Zulxumorni men nega hozir so'kyapman? Negaki sen kabi munofiqlar, soxta sudlar, boshqasi hammasini yechib berganman. Endi hozir prezidentga murojaat qilib, barchasini yana bir marta popolchkam 1 soatlikmi, 2 soatlikmi, 3 soatlikmi qanchalik video bo'ladi bilmayman, lekin hammasini inshaalloh popolchkam ko'rsatib, sen kabi munofiqlar, aynan bir paytlar Buxoriyni ham sotgan kabilar prototipi mana shu basharalarni ko'ringlar. Mana shu Ulug'bekni ham Abdullatifga yon bosib, Ulug'bekni qatliga sababchi bo'lganlar mana shunaqa Abrorga o'xshaganlar, Nuriddin Hoji domlaga o'xshaganlar, mana shunaqalar Boburni sotgan, Buxoriyni sotgan, mana shunaqa qiyofalar bo'ladi. Bular o'zini nafsiga qul bo'lib, qiyomat kunini unutdi bular. Shuning uchun mana shu majlisda o'tirganlar, barchangdan nega men munofiq deyapman? Yolg'on guvohlikka senlar kulyapsanlar. Baring munofiqsinglar. Musulmonligingni dalili bo'lsa agar nomerini mana 24:7 bir yarim yildan beri men Botirni primoy efirga chaqirganman. Xuddi shunday qil. Sen munofiqlarni hozir senlarga ham aytayapman. Baring musulmonligingga hujjat keltir. Agar qo'lingdan kelsa, tavbangni qil. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam yolg'onchi bizdan emas degan joyda yolg'on guvohlik haqida yo boshqa shuncha narsani senlar irg'itib borib, xuddi bilmaganga olib, mana shu qilayotgan pastkashliklaring uchun senlarni baringga Allohning la'nati bo'lsin deyman. Chaqirib olishdi. Xumor qolib ketdi etdi. Xumor qolib ketdi etdi. Xumor qolib ketdi etdi. Xumor qolib ketdi etdi. Xumordi. Samolyotda nima? Xumor yoshida hali. Buni to'y qilishimiz mumkin edi. To'y qilmagan sababi hali voyaga yetmadi. Xumor 18 ga to'lmagan edi. U paytda qattiq qo'shqotillik deb Tempol sherdi shaniga yomon bo'lardi. Shuning uchun biz nimada Dushanba shahrida Azzaxon degan bularni katta xolasi bo'ladi, Botirning opasi. Azizani eri juda yaxshi yigit edi, Islom degan. Buni dadasi. Shu Islom shunda billa olib borib xumor ishda qolgan, keyin xumor tuqqan. Rahmatulloh, qalaysiz? Yaxshi, o'zingiz yaxshimi? Sheraka haqida siz yolg'on gapirishga siz uyalmadingizmi? Men Sheraka to'g'risida hayotda yolg'on gapirmayman. Yo'q, mana sizga savol bo'lmasa, yolg'on gapirmayman deyapsiz, ha? Xo'sh, qani savol beringchi? Gulchehra bu kim? Gulchehra emas ekan, Gulnor ekan u. Xo'p, bitta. Gulnor ekan. Xo'p, bo'lmasa keyin qarang, Dushanbega siz Zulxumor opani olib borganmisiz? Men Zulxumorni men olib borganman, Yakso'rikda. Nega? Zelon bozorning orqasida Azizani uyiga olib borganman. Xo'p, tushundim. Nega aynan siz olib borgansiz? Men dapros qilmoqchiman. Yo'q, prosta Nisaslikovga, Kalamenda bor, mana sizga savol mana siz. Kallezga qo'tag'im. Omad topib, anini chiqarib, putingiz chiqmasa men to'g'ri emasman. Ikkita intervyuda 6 marotaba xumor deyapti. Asl ismi Dilbar, lekin ayolni xumor deyish uchun sen unga yo jazman bo'lishing kerak, yoki eri bo'lishing kerak. Tabiiyki Tohir eri emas. Tohir Zulxumorga o'zi jinsiy yaqinligini bo'lganligini mana shu xumor degani bilan isbotlagan va aynan Zulxumor Qodirova Dilbar Nabijonova Dushanbelarni aynan roddomada emas, ko'chadami, g'ordami, qayerdadir tuqqan, только официальный роддомlarda emas,
Mana sizlarga dokumenti bilan botirlaringiz $1,000,000lik haroma. 2 yil sandiroqlab yurib 83-yilda Qodirov she'rli yozdirib otalik bandida aynan kimdan tuqqanligini bilmaganligini, juda ko'p odamlar bu seni bolang deb pul olganligini isboti mana shu Botir Qodirovning yo'qolgan metrikasida. 11-sentyabr 2024-yil soxta qaror chiqdi. 11-sentyabr 2025-yil soxta qarorni rovna 1 yilligiga Tohir katta qiynoqlar azobida harom qo'yildi. Hamma odamlar haqidagi ma'lumotlarni yig'ib tayyor qilib qo'yganman. Juda ham katta faktlarim bor, juda ham seriozniy faktlarim bor qo'limda. Juda ham xunuk narsalar bor ekan mana qo'limda. Takabbur qilmagin. O'zingni qancha yuqori olsang ham yerni ham tesha olmaysan, toqqa ham yeta olmaysan. Qayerda bo'lgan, nima bo'lgan, qachon, nima men aytib berishga imkonim bor. Shunda просто start desam bo'ldi. Botir Qodirovning onasi Andijonda qolib ketdi. Shu paytda falonchi gastrolda pistochi bilan ketibdi. Ha endi u ham san'atkor. Ketgan. Ay mayli kimlardir ishqiboz bo'lgandir. Unga toshot gapirmoqchi bo'lgandir. Ay mayli kimlardir ishqiboz bo'lgan. Biz bilan yurganda u 20 yilcha yurdi to'ylarda. Bilmayman. Kelib oldimda o'tirardi, suhbatlashib, kutib oldim, o'tkizdim. Bir ikkita yigitdan nari o'tiribdi men. Bu yoqdan suhbat qildimda, unga qarasam qornida do'mpayib qolibdi. Onasini kimligini Andijon polni biladi. Filarmoniyaga Toshkentga chaqirib olishdi. Xumor qolib ketdi dedi. Xumor qolib ketdi dedi. Xumor qolib ketdi dedi. Aziza, Dilorom, rahmatli Zulxumor, Botirjonda yetalab meni oldimga ishxonamga kabinetimga Botirjonda mana otalikka oling. Yaxshi ko'rib qolib, o'zini shun bilan sinab, Xumor bilan Botirning onasi bilan juda yaqin bo'lganman men. Mana shu ashulaga ham o'ynagin deb turardim, men. Tomosha qilardim. Mana shu ashulaga ham o'ynagin deb turardim, men. Tomosha qilardim. Uni nima olib yurganman o'ynatib. To'ylarda pul berib qo'ygan. Uni nima sikkaman. Men u narsalarni hozir предоставить qilsam xalqqa, internetga, video murojaat bilan chiqib, aql bilan hammasini zo'r chotki qilib tayyorlab qo'yganman. Bu material, qo'limdagi material agar chiqadigan bo'lsa, bu juda ham xunuk ish bo'ladi. Juda ham sharmanda ishlar bo'ladi. Juda ham noto'g'ri bir g'alati holatlar bo'ladi. Bunda men faqat yutaman, men hech qanaqa minusga kirmayman bu ishda. O'zingni katta olma. Katta olma. Yerni teshib kirib keta olmaysan. Bo'ying tog'dan baland bo'lib ketmaydi. Hech kim emassan o'zi. Shuning uchun gapirmayman. O'zingni bilgin, qadringni bilgin. Kamtar bo'l. Men bu datdoman dokazat qilib qo'ydim kimni. Men bu datdoman dokazat qilib qo'ydim kimni. Mana buni ko'rayotgan bo'lsalaringiz, mana bu Xosiyat Akbarov, bu ayol bilan men o'zim ham ko'p bu savollar bergan, chatimizga kelgan, boshqa bo'lgan. Lekin baribir mana ko'ryapsanmi, yana Sherali Jo'rayevning oilasini, bolalarini mana shunaqa tuhmat qilishyapti va Facebookda ham boshqasida ham xuddi avvalgidek ular chorni piarni texnologiyasini yaxshi o'zlashtirgan. Shuning uchun ular nima qilsa-yu, xuddiki meni to'xtatish uchun mana shunaqa onamni so'kishadi, boshqa qilishadi. Shuning uchun har bitangda men seni qoningni ichishimni ham sababi aynan sendagi qaytaryapman. Nuriddin domla, Abror domla, senlar munofiq senlar. Qiyomat kunida ham inshaalloh taala yuzlaring xor bo'ladi senlar. Alloh senlarga buyurgan aqllaringni yuritmaganliging uchun, vijdoningni, iymoningni ishlatmaganliging uchun inshaalloh taala birinchi galda Sherali Jo'rayev va oilasi senlarni yoqangdan ushlaydi. Inshaalloh taala. Abrorga ola alohida video bor. Uni ko'r muridlari, boshqa haqoratlari bilan ola alohida chiqaraman. Lekin bilinglar sen munofiqlar, senlar baring o'likka tuhmat qilgan munofiq senlar. Senlar kabi senlar aynan bir paytlar Buxoriy, Ulug' Mirzo Ulug'bek, Bobur, mashrablarni sotib, dorga osib, mana shunaqa qilgan fitna qilganlarni avlodidan senlar. Alloh aynan senlarni qiyofangda, aynan senlarni primeringda aynan mana shu narsani ko'rsatib, tarix bu siklichniy narsada, ya'niki qaytarilaveradi. Vaholanki senlar xulosa qilishni o'rniga mana shunaqa katta ketib, Qur'on oyat hadislarni unutganlaring uchun mana shu darajada senlar bu dunyoda xor bo'ldilaring. Senlar agar darhaqiqat elingga, millatingga do'st bo'lganingda halol bo'lgan sendagi kasofatlarga, sendagi haromxo'rlarga nasib etmagan uchta buyuk Masjidul Haramni ichida, Ka'bani ichida namoz o'qigan Sherali Jo'rayev. Masjidul Nabaviy va Al-Aqsoda Sherali Jo'rayev namoz o'qigan.
sen kabi munofiqlarda ozgina tafakkur ishlaganda, xuddi men avvallari aytganimdek 2 yil avval Bismillahirrohmanirrohim degan Allohning Bismillahirrohmanirrohim deb biz doimo aytamiz. Alloh Rahmon Rahim zot jonini olmas edi dedim, agar bu bolasi bo'lganda. Qolganini shu yo'lga millionlagan cheburlarga qarshi chiqib va sen kabi munofiq domlalarni burningni yer bilan ishqilib tashlayotganligini ham sababi aynan Alloh bergan aql idrokni ishlatganman. Senlarga qaytarib o'tyapman. Har bitta menga qarshi qilgan harakatingni yer bilan yakson qilishga aqlim yetadi. Chunki meni qonunda Abu Hanifa, Buxoriy, Ibn Sinolar va boshqa Rumi, Umar Xayyom kabi insonlarni qoni bor bilmayman. Meni bu yo'lda Alloh tanlaganini tushlarimgacha men 2 yil avval aytib berganman. Botir bilan yulduzni bo'g'ganligimni. Yo'l-yo'lakay sendagi marazlarni ham, nega munofiqlarni ham burunlarining yer bilan yakson qilish bo'ynimda bor ekan, men shu narsani qilyapman. Inshaalloh taala baring munofiqlar bu dunyoda agar ozgina tavba qilib, mana shu ayollar bular hammasi yo'llanganda, mana shu Cheljo'rayevni so'kishlariga bariga sen pastkashlarni hissang bor, ya'niki amri ma'ruf nahiy munkar qilmadilaring. Yana mana shunaqa soxta duolar berib, ularni jon olishiga senlar sababchi bo'ldilaring. Va hadislarga muvofiq, mana shu hadislarga kimki yaxshilikka chorlasa, yaxshilikdan unga savob qo'shilib boraveradi va kimki zalolatga chorlasa, o'sha zalolatlarga sherik bo'ladi. Mana shu zalolatga senlar aynan sherik senlar Mulk surasidan va ular agar quloq osganimizda yoki aql yuritganimizda edi, lovullagan olov sohiblari orasida bo'lmagan bo'lurlar edik derlar. Mulk surasi 10-oyatida zikr etganidek, ozgina sen munofiqlar qaytaryapman. Nuriddin domla boshchiligidagi munofiqlar, abror, sen ham munofiqsenlar. Senlar vatan xoini, o'z millatini butun dunyoga dovurug'ini taratgan insonga o'limidan keyin tuhmat qilib, uni oilasini, qalbini o'ylamagan insonlarni qalbini o'ylash kerak edi. Senlar munofiqlar. Cheljo'rayevni tirik farzandlarini, ahli xonadonini, qavm qarindoshini qalbini o'ylamadilaring. Va yana o'ylamalaringki, bu bizni g'iybat qilyapti. Men senlarni g'iybat qilmayapman. Shariat bo'yicha meni faoliyatimni %100 haqqi borligini, prosta mana tekstni o'qib, tafakkur qilib, duxlaring yetsa mana bu nomer, любой moment senlar bilan men primoy efirda savol-javob qilishga tayyorman. Madaniy suhbat qilishga, duxlaring yetsa, qilgan pastkashliklaringni tan olib, islomga qaytib, qingni yangilatib, Cheljo'rayevga qilgan tuhmatlaringga tan olishga duxlaring yetsaga, bismillahi mashaalloh deyman. Barchalaringga munofiqlar Allohdan senlarga iymon insof so'ragan holda aql farosatlaringni ishlatishga Allohning o'zi madad bersin deya Allohumma solli ala sayyidina Muhammad alhamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum. Alloh bilan banda o'rtasidagi hisob kitobingizni hech kimga atchot berishga majbur emassiz. Tuhmat qilganlar shuning uchun qiyomat kunida tillaridan osiladi. Shuning uchun dunyoda ularning ham jazosi kechiktirilmaydi. Bular ham zulm doirasiga kiradi.